Subsidiyaga uy qidirganlar bormidi? 23.500 dollar bilan gadovoy 17% dan mana 2 xonali xonadonimiz chiqdi. Akalar, yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Bunaqa variantlar har doim ham chiqavermaydi. Bu zal qismimizda bo'ladi. Xonadonimiz 6-qavatda joylashgan. O'zini shunaqa balkonchasi bor. Shaharni tomosha qilib o'tiradigan joyi bu. Qo'shniga o'xshab mana bunaqa reshotkalar qo'yib olsangiz, bemalol gulli qo'yib qo'yish imkoniyati bor. Bu yerda mana kladovka sifatida ham foydalansa bo'ladi. Xonadonimizda radiatorlari bor. Bu yerda mana televizor qo'yish uchun joylari ham qilib ketilgan. Xonadonimiz 59 kvadrat, 2 xonadan iborat bo'ladi. Gus remonti 16 qavatli domni 6-qavatida joylashgan. Bu mana Ispaniya qismimizda, nariyodagisi zal qismi edi. Eshikdan kirib kelishimiz, prixoshkamizda ham shunaqa katta, kengina, bu yerda mana chiroyli qilib stroyniy shkaf yasab olish imkoniyati bor. Bu yerda chiroyli bo'ladi va bu yonimizda sanuzel qismimizda, sanuzelimiz ham samishonli holatda, razmeri yaxshi holatda va yonimizda kuxnya qismimizda ayollar sevimli bo'lgan oshxonasi. Bu yerda ham e'tibor berib qo'yasizlar, vitishga gaz plita mebellar yasatib qo'yilgan. O'zini mana katyollar bilan birgalikda, xohlasangiz buni yoqib yuborish imkoniyati bor. Bu yerda mana choy ichib o'tirish uchun stullar qilib turib, bu yerda mana tepaga televizor qo'yadigan bo'lsangiz, ertalabdan bemalol shu yerda o'tirib choy ichib ishga ketirish imkoniyati bor. 23.500 dollar bilan subsidiyaga chiqadi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Uchtepa tumani Urizor Rezidensiya joylashgan bo'ladi. Xonadonimiz 16 qavatli domni 6-qavatida joylashgan. Subsidiya 23.500. Qiziqqani bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar.